Assalomu alaykum kanalimizning aziz mehmonlari hamda podpischilarimiz, ya'ni obunachilarimiz. Sizlarni yana bir bor ekran orqali ko'rib turishganimdan juda ham xursandman. O'zimni yana bir bor mehmonlarimiz uchun tanishtirmoqchiman. Men oilam bilan birga YouTube kanal ochganmiz. Mechtiz buvaytsa deb nomlangan, ya'ni orzular ushalmoqda deb nomlangan kanalimizga barchangiz taklif etaman. Hozir danli momentda biz aeroport Sheremetovada turibmiz. Aeroport Sheremetovadan 10-11 soat parvoz etamiz. Sizlar bilan ozgina gapiraman, xayrlashaman. Bizni kanalimizni tomosha qilib boring. Davomi esa qiziqarli, quvonarli video tasvirlarni sizlarga tavsiya etishga harakat qilamiz. Like bosishni albatta unutmang. Sizlar bilan video orqali yana ko'rishguncha xayr. 11 soat o'tishdan so'ng наконец-то Vyetnamga qo'ndik. Mana Vyetnam aeroportining, Vyetnam shahrining Cam Ranh degan aeroportdamiz hozir. Aeroporti toza, ozoda, chiroyli, современный hammasi. O'tib oldik. Mana biz birga qo'nib keldik. Davronjon xo'jayinimiz bilan. Aeroport juda ham chiroyli, toza, ozoda. Aeroport Cam Ranhda transportimizni poylab turibmiz. Ungacha kafeshkaga kirib, чай пить. Красивый, вкусный. Lipton choyi. Лайм. Ikkita choyu, ikkita bulochka $6 bo'ldi. Aeroportdan hech narsa olmanglar, juda ham qimmat. Lutchi biron kafeshkada borib ovqatlaninglar. Juda yaxshi. Ha, aytgancha, mana bu yerda turistlarni avtobuslari kutyapti. Turistskiy avtobusi уже всех ждут. Biz komandamizni kutib turibmiz hozir. Ular to'planguncha choy pita qildikda. Это все автобусы туристов. Ждут трансфер. Вот соберут людей и по гостиницам будут развозить. Aeroportdan avtobusimizga mindik. Hozir mehmonxonamizga boryapmiz. Cam Ranh shahri. Cam Ranh mehmonxonamizga keldik. Mana bizning kuzataydigan mehmonxonamizning o'zi Bella Begonia. Стоку рамки. Ko'chadan o'tishi ужас. To'xtamay qopga. Qarang qanday. Gostinitsamizga keldik, mehmonxonamizga. Какой из них посмотреть? Resepsiyon oldida turibmiz. Mehmonxonamizga kiryapmiz.
bizga 18-etajda basseyn bor edi. O'shanga hozir 17gacha liftda chiqdik. Beriga lestnitsa bilan. Boralichi qanaqa ekan? Hozir. Maqtaganga arziydimi, yo'qmi? Ha? Вообще супер. Da? Bismillah. Aha, o'xti. Mana shu basseyn 18-etajda. Qarang, qanday chiroyli. Mana. Это страшно. Супер, а? Juda ham chiroyli. Это Ajoyib. Южно-Китайское море. Mana, daryo. Южно-Китайский deb nomlangan daryosi ekan. Yerlari albatta xalq yashashadi. Страшно, Дима. Qo'rqinchli judayam. Узкий дорожкachada yurasiz, judayam узкий. Mana bu yog'i basseyn, u yog'i 18-dan pastga qarang-da. Вообще ужас. O'tolmayman. Qo'rqaman. Balandlikdan judayam qo'rqaman. Voy xudoyim, yo'q. Diskavat qilmayman albatta. Men bormayman bu yoqqa. Не могу, боюсь. Judayam qo'rqinchli. Mana bu tomoni ham. Mana u yog'i daryo. Qaroqqa borishim mumkin. Hozir. Mana ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Bu daryo. Men chaqir deyaptilar. Men bora olmayman yerga. Yurak shu, yurak. Ko'zimni yumib o'taman. Voy, bo'yim boshim aylandi-yu. Qarama. O'tib oldi. Вот винт фаер, где-то вот зона отдыха там, ну, по канату будет. Yaqinlashtirib bo'lmaydi shekilli. Да, по канату проедем, вот покажем все. Это очень красивое место. Chiroyli joylar. Bu pastimiz, birinchi etajimiz. Yuqoridan qaraganda juda ham chiroyli ko'rinar aka. Albatta bu chiroyli manzaraga kelgandan keyin selfi qilmay ketmay bo'lmaydi. Selfi yozib qo'yib olaylik. Biz ko'chaga chiqdik. Ozgina mahallasi haqidami yo shahri haqida bir aylanaylikchi nimalari bor ekan. Bular hammasi mehmonxona. Mana shular hammasi mehmonxonalar. Qarang, mehmonxona Moskva degan restorani ham bor ekan. Voy, Moskva. Moskva degan restorani.
Chunki ular pitondek budamda hozir. Hani oshxonasiga kiramiz. Baliq shalari. Keldik, o'tirdik. Ovqatimizni ko'raylikchi. Mana hammasi vyetnamliklar. Vyetnamliklar. Devorlarga valsizlarga yeb qo'yaverar ham bular. Come on. Vietnamskiy ayol kishilar savdodalar bular. Sanchao degani salom. Tamom. Spasiba, rahmat. Mana keldi. Menyu. Qimmat emas. 39.000. Ya'ni 39.000 qancha bo'ladi? Necha dollar? $1. $1 u? Ha. $1,5 $1,5 bo'ladi. Mana ovqatlari. 39'u $1,5. Mana bu yerda buni o'qishda ko'ring salat 69.000 ekan, 69.000. Bu 69.000 ga $2. Ha, $2. Ana 59 ga ham bor ekan. Vyetnamskiy salat. А давай попробуем вьетнамский салат. Вот она. Друг, это что такое? А где вьетнамский салат? А? Вот, вьетнамский салат. Вот такой. Ладно.